Paketlar nima uchun tushunchamizni o'zgartirmaydi? Ideya chastotasi. Bir qancha yillar ilgari Ben Kaslo jamoa bizning ideyamizni o'zgartiradiganlar 98% masalada biz bilan o'xshash fikrda bo'lganlardir degan edi. Men ta bugungacha bu gapga qoyil. Agar siz tanıydigan, yoqtiradigan va ishonadigan biraylar ma'lum bir radikal fikrga ishonsa, sizning shu fikrga ahamiyat berish va uni o'ylash beqish ehtimolligingiz texmi yuqori bo'ladi. Chunki siz hayotning ko'p qism sohalarida ular bilan o'rtoqlikka ega bo'lg'achqa, bu yangi masaladami o'z fikrimni o'zgartirishim kerakmi qandoq deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ashu radikal fikr qimmat qarshi siznikiga tubdan o'xshamaydigan birov tarafidan o'ttirib qo'yilsa, Mao Sarangning topgan gapini qara deb o'tib ketish ehtimolligingiz texmi yuqori bo'ladi. Ideyani chastota spektri orqali ifodalash bu xil farqni obrazlashtirishning choralaridan biridir. Agar siz bu chastota spektrini 10 bo'lakka bo'lsangiz va o'zingizni 7-bo'lakda deb faraz qilsangiz, undaqda 1-bo'lakdagi kishini qoyil qilaman deyishning ancha ahamiyati yo'q. Chunki aradagi farq bak cho'ng. Siz 7-bo'lakda bo'lsangiz, vaqtingizni eng yaxshisi 6 yoki 8-bo'lakdagi kishilarni qoyil qilishga sarf qilib, ularni o'zingiz tarafga tortganingiz afzal. Eng keskin bas-munozirlar mazkur chastota spektrining ikki uchidagilar orasida ko'rildi. Buning aksicha, yaqin chastota bo'laklar orasidagilarning o'zaro o'rganish nisbati nihoyat yuqori bo'ladi. Siz birovga qancha yaqin bo'lsangiz, oranglarda ixtilof ko'rilgan bir yoki ikki tushuncha asta-asta ideyangizga singib kirib, tafakkuringizni qaytadan shakllantiradi. Bir ideya sizning mavjud mavqeyingizga qancha yiroq bo'lsa, sizning uni talto'kis rad qilish ehtimolligingiz shuncha zo'r bo'ladi. Kishilarning ideyasini o'zgartirishda biriqli bir ushdan yana bir ushga halqig'il bo'lmaydi. Siz chastota spektridan sakrab emas, qadam-qadam seyrilib tushishingiz kerak. Kishilar o'zining mavjud dunyo qarashidan ko'rinarli farqli qanday ideyani xatarlik deb qaraydi. Albuki, xatarlik ideya to'g'risida tafakkur qilishga eng mos keldig'ini bexatar muhitdir. Shu vajidan kitoblarning ideyani o'zgartirish jihatdagi roli suhbat yoki bas-munozirlarnikidan yaxshi bo'ladi. Suhbatda kishilar o'zlarining o'rni va qiyofati to'g'risida inchga o'ylanishga majbur. Ular yuzini to'kilishdan, hamoqatdek ko'rinib qilishdan saqlanishga tirishadi. Kishilar o'zlarini beoram qiladigan bir qator faktlarga yuzlanganda dadil holda xatolikni e'tirof qilishning o'rniga o'z mavqesida texmi chang turib oladi. Kitob bo'lsa, bu xil jiddiylikdan xoli. Kishi kitob o'qiganda suhbat faqat uning kallasida ilib berildi va bu jarayonda boshqalar tomonidan baholanish xavfi bo'lmaydi. Yuz turani suhbatlashgan chog'dagidek boshqalardan mudofilik zaruriyati bo'lmaganda kishilar masalaga texim ochiq yo'riq muomala qila oladi. Bas munozara kishining kimligi qilingan umumyuzlik hujumga o'xshaydi. Kitob o'qish bo'lsa, kishining miyasiga ma'lum bir ideyani o'rqin tikib, uni o'z oldi bo'yicha o'sib chiqishga qo'yib etishga o'xshaydi. Kishining o'z miyasidagi mavjud ideyani yengishga nurg'un kurash jarayoni ketadi. Nima uchun xato ideyalar davomlashaveradi? Batil ideyalarning davomlashishiga yana bir sabab kishilarning ular haqida davomli paralashligidir. Ma'lum bir ideya to'g'risida sukut qilish, shu ideyani o'ldirganga barobardir. Azaldan deyilib yoki yezilib baxmagan ideya shu ideyani o'ylab chiqqan kishi bilan tang o'lib tugaydi. Ideya faqat takrorlanish orqali asli saqlandi va ishinadi. Ilgirma qayd qilganimdek, kishilar o'zlarining o'xshash ijtimoiy to'pqa tava ekanligini namoyon qilish uchun fikrlarni takrorlaydi. Lekin bu yerda nurg'un kishilar nazardan saqit qilgan halqaliq bir nuqta mavjud. Kishilar batil ideyalar to'g'risida voysaganda ularni takrorlaydi. Siz bir ideyani tanqidlashdan ilgari uni tilga ilishga majbur bo'lasiz. Natijada siz kishilar tarafidan unutilib ketishni umid qilgan fikrni takrorlaysiz. Lekin siz shu haqda so'zlashni davomlashtirgan muddatcha kishilar uni unutib ketolmaydi. Yana siz batil ideyani qancha ko'p takrorlagan sari kishilarning uningga ishonish ehtimolligimi shuncha yuqori bo'ladi. Bir ideyaga hatto u xato bo'lgan taqdirdami ishonadiganlarning soni shu ideyaning o'tgan bir yildagi takrorlanish chastotasi bilan o'ng tanasib tuzadi.
Siz her qitim batıl ideyaga hujum qilganda, o'zingiz halok qilmoqchi bo'lgan maxluqqa yem tashlab berayotgan bo'lasiz. Bir Twitter xizmatchisining yozganidek, siz har qitim xuyingizni tutqizgan birining Twitter yo'llanmasini ham baharlaganda yoki naql keltirganda ularga yordam qilgan bo'lasiz. Shunga siz batıl ideyalarni ag'dirishdan bakrak, to'g'ri fikrlarni o'ttirib qo'yishga va amal bar ko'p odamga yetkazishga tirishishingiz kerak. Bundaq deyishimlik sabab shuki, nurg'un kishilar haqiqatni bilib olish maqsadida emas, balki yengib chiqish maqsadida munozirlashidir. Bu haqda Julia Galif mundaq degan: kishilar doim chorlig'uchidek emas, balki jangchidek ish qiladi. Ya'ni ular o'zlari bilan o'xshamagan fikrdagi kishilarni mag'lub qilishdan qo'ydiradigan aql jangchilarga o'xshaydi. Buning aksicha, chorlig'uchilar bo'lsa, aql ekspeditsiyachilariga o'xshash, boshqalar bilan birlikda qadam-qadam yer shakli xaritasi chizib chiqishga tirishadi. Ularning turtkusi yengish emas, qiziqishdir. Agar siz o'z ideyalaringizni boshqalarga qabul qilgizmoqchi bo'lsangiz, jangchidek emas, chorlig'uchidek yo'l tutishingiz kerak. Bu tutumning yadrosida mundaq bir savol yotadi. Siz suhbatni davomlashtira olish uchun g'albidan voz kechishga rozimi? Avval muloyim, andin to'g'ri bo'ling. Talantli Yaponiya yozuvchisi Haruki Murakami shundaq deb yozgan: shuni hech qachon asdan chiqarmangki, munozirlashib qarshi tarafni yengish siz munozirlashgan odamning realligini vayron qilayotganlikdir. Kishining o'z realligini yo'qotib qo'yishi azobliqdir. Shunga mavqeingiz to'g'ri bo'lgan taqdirdami cho'qim muloyim bo'ling. Agar biz diqqatimizni munozirga, ya'ni qarshi tarafni qoyil qilishga markazlashtirib olsak, maqsadimizning boshqalar bilan aloqa o'rnatish, hamkorlashish, do'stlashish va ularni o'zimizning sepiga tortib kelish ekanligini unutib qolamiz. Ya'ni biz yengib chiqish bilan bo'lib ketib, aloqa o'rnatishga sal qaraymiz. Kishilar munozir jarayonida boshqalarni o'z yoniga tortishdan bakrak, ularga qalpoq kiydirishga oldirib ketadi. Inglizchada muloyim degan so'z tuqqan degan so'zdan kelib chiqqan. Ya'ni boshqalarga muloyim bo'lish deganlik ularga urug' tuqqanga o'xshash muomala qilish deganlikdir. Mencha bu boshqalarning ideyasini haqiqiy turda o'zgartirishning yaxshi usulidir. Siz ideyasini o'zgartmoqchi bo'lganlar bilan do'stlik o'rnating. Uni tamoq taklif qilib, kitob sovg'a qiling. Agar muloyim, andin to'g'ri bo'ling.